Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun biz Ko'hna Xovos diyorida, ya'ni Sirdaryo viloyati Xovos tumani Xovosobod mahallasida joylashgan Ko'hna Xovos ziyoratgohida turibmiz. Bugun biz siz bilan qisqacha shu joy haqida suhbatlashamiz. Inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Avvalambor ziyoratgohga kelganda ixlos bilan kelishlik, ya'ni qabrni ziyoratidan maqsad nima deyilsa, maqsad bu o'limni eslashlik, oxiratni eslashlik va o'tganlarning haqqiga duo qilishlik. Qabrlarni hurmat qilishlik, ya'ni qabr ustiga chiqmaslik, qabr ustiga o'tirmaslik va qabrlarni bosib yurmaslik. Shariatga xilof ishlardan saqlanishlik, ya'ni marhumdan yordam so'rash, unga sig'inishlik va qabrni tavof qilish ishlari bunday amallar joiz emas. Tavoze bilan turish, ya'ni baland ovozda kulishlik va behuda gaplar bilan mashg'ul bo'lishlik ziyorat odobiga zid amallar hisoblanadi. Biz turgan diyorda 28 ta ziyoratgoh bo'lib, ulardan biri Bobo Jobir ziyoratgohi. Bu ziyoratgoh juda ham qadimiy ziyoratgohlardan bo'lib, Bobo Jobir avliyo insonlardan bo'lgan. U bizning xalqimiz uchun islom dinini yoyish hamda xalqimizda farovonligi yo'lida katta hissa qo'shgan, xizmat qilgan avliyo insonlardan biri. Yana bunga qo'shimcha bizda yopiq so'rilarimiz bor. Qur'on tilovati eshitib, xalqimiz mazza qilib rohatlanishi uchun. Xovos diyorimizdagi mashhur bo'lgan bu tepalik haqida ham tushuncha berib o'tamiz. Kirib kelishdagi bu tepalik qadimiy tepaliklardan 2500 yilligi arxeologlar tomonidan aniqlangan. Bu tepalikning maydoni 12 gektarni egallaydi. O'shaning 5 gektari qal'a bo'lgan deyishadi. Xalq 7 gektari esa aholi yashagan deydi. O'sha 7 gektar aholidan 7 ta mahalla tarqagan shu Ko'hna Xovos tepaligidan. Diyorimizdagi go'zallikni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz uchun bu yerlarga kelishingizni tavsiya etib qolamiz.